beri ekan degan. Qarichalar. 2 haftada bir qayga olib kelaysan deydi. Zominga burulsa. Zominga mol xuddi shunday piro. Aydan chiqasan unda ham 2500 metr tepalikka chiqar ekan. Langar ota ziyoratgohi. Yopiqmi ziyoratgoh? Bular qishda qanday yashaysa ekan bular. Gaz degan narsa yo'q. Svet o'chmasa kerak. Svet rasmiy kuchli video bitirildi. Bu yoqlar eski yo'llar, o'shqatmagan bu yoq. Bu yergacha kamera, yarim yo'lgacha. Bu yoqda turizm yo'q endi. Langar antenasi. Vay. Sizniki tegmaydi-ku. Endi tushmasa Yo'q, tugadimi? Qaytdi u. tugaydi deyapti-ku. Tugaydi desa qanday o'tiradigan joy bo'lishi kerak. Hayot davomida ona sizni yaxshi ko'raman degan so'zni eshitganmisiz, o'zingizga aytganmi? Tugab peshkom yurasizlar deyildi, aytgancha. Qachon aytgan? Faqat to'g'risini ayting. Qorliq yo'l savxoziga keldikmi? Qanisi? Qani ko'mir? Televish kelganmi? Ha, shenam piyoda ekan og'a. Televishga kerak emas bizga. Menga kerak. Teleshga kimga kerak? O'tiradigan joy, shashlik yeydigan joy kerak. Qayerga boramiz biz? Qayerga boraylik? Pastga boy o'tiradigan joylar bor, joy topamiz, o'tiramiz tamam. Yursin, bilasan-ku. Bo'ldi, bu yoqni ko'rdik endi, yashil makon desam. Yashil makon. Osta ya. Ha, shu yo'l bo'lib shoshilmasin. Ishada joylar. Ko'p ana. Tepada joy yo'q ekan bu yerda. Va o'rmonchaga haydaymiz. Langaring o'risi. Bu yer kim edi endi haykal, o'ktam? Langar tog'u. Tog'lar haykali. Langar tog'ini, ana uni oldiga bir rasmga tushib